Raps shirot. Ha, shirot. Hozirgi kunda trendda bo'layotgan narsa desak ham bo'laveradi. Hozir mana o'zimizda endi kunjaralarcha kunjaradan ko'ra arzonroq-a bu. Kunjaradan arzonroq, proteini baland. Proteini baland. Raps o'zi nimadan bo'ladi? Bilmaysan bu nimadan bo'lishini? Yo'q. Raps shirot paxtadan bo'ladimi? Yo'q. O'zi boshqacha narsa. Bu o'zi raps отдельный bu o'simlik. Yog'li-na, bu ham отдельный o'zi отдельный narsa bu ham. Yemga ekiladigan bir o'simlik ekanda, bo'lmasam menimcha. Yo'q, yoqqa ekilgan. Mana shu uch xil narsa ekan. Somon endi mana. Ha, silusimiz tugab qolgan hisobiga. Ha. 2 kun bo'ldi, silus tugab qolgan hisobiga somonga aralashtirib beryapmiz. Somonga aralashtirib berilyapti. Qanchadan berilyapti ular endi? Bularda endi hozir 1 kunligini aytaveradi. 1 kunligini ayt. 1 kunligi 1,5 kilo raps shirot. 1,5 kilo raps shirot. Bitta molga endi. Bitta molga. 1 kilo makka, 1 kilo arpa. 1 kilo arpa. Shu o'fshi aralashtiriladi hammasi. Bitta tashab beriladi. Bitta tashab beriladi. Hozir endi bu nima hisobiga jincha ko'proq yeyapti, somon hisobiga. Ha, silus donli hisobiga jinda kamroq berilyapti. O'sha 1 kilo. Yem ozaytiriladi, silus makkali hisobiga, bu makka bilan arpani jinda kamroq beradi. Hozir endi somonda o'zili hisobiga. Ha. Ikkalasini bir kuniga bitta molga 4,5 kilo uchovsidan. Hammaga assalomu alaykum, chorva ishqibozlari va kanalimizning ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani o'zimizning akaxonni fermasida, xudo xolasa, novvoslarni dahshat qilib boqib qo'yibdi desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa, bugungi videomizda sizlarga qanday qilib boqilgan, qanchadan beri boqilyapti, nimalar berilyapti, ratsionida nimalar qo'shib berilyapti, iloji boricha ma'lumotini berib, veslarini ham ko'zimiz yetgancha aytib ma'lumotini berib ketishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sizlar ungacha ekranga bittadan like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib ketinglar. Boqqanga ham rahmat aytib otasizga. Ammo havas qildim, buqalarni turishlarini qaranglar. Oldi 800 ni tevasida xudo xolasa novvoslarimiz mana Gerefortimizdan ham zotlilarga Gerefortimizdan ham bor ekan. Yuvosh buqalar ekan xudo xolasa. Shvedlarimiz mana Mickey Mouse'ga chatishgani menimcha adashmasam. Ikkita shvedimiz xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatib olinglar, iloji boricha mana shunaqa qiziqarli, yaxshi ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Islomjon, Xormay aka. Assalomu alaykum, hoji aka. Alaykum assalom, charchamasdan. Tuzimsiz, ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat do'ya shu xirmonga baraka. Rahmat aka. Buqalarni dahshat qilib boqib qo'ysizlar. Bu buqamiz Hokim akamniki bag'jiyanlari bo'ladi. O'zlari bizni kutib mashinamiz buzilib qolib, kutib ketib qoldi. Endi iloji boricha ma'lumotni beramiz. Ukamiz ham bir xilda chetda o'zlari qarashgan. Ammo zo'r boqib qo'yilibdi. O'zi buqalarni sotib olasiz. Biz uyimga qolibmiz. O'zi ham Shinavanda boqib turadi. 2 kun bo'ldimi yo kecha sotildimi? 2 kun bo'ldi-da. Ha, 2 kun oldin sotilib ketibdi. Necha kilolik bor edi o'zingiz buqalaringiz? 500 kilo ustida. 500 kilo ustida. Ashnaqa bor deganda Gerefortda. Shunaqa. Ha, Gerefortimizdan omad tiniq bo'lib qoldi. Xudo xolasa bu yerda nechta hozir? 7 ta ekan, ha? 7 ta. 7 ta ekan. Qanchadan beri boqilyapti bular? Bular shu 6 oydan beri boqilyapti-da. 6 oydan beri 6 oydan beri boqilyapti. Endi bitta vaqtda kelganmi yo farqi bilanmi? Bitta vaqtda kelgan. Ha, bitta vaqtda. Katta kichik bo'lib kelgan. Ha, ashini hisobiga vesida ham farqi bor. Vesida farqi bor, katta kichik bo'lib kelgan. Birinchi savolda mana bu hozir yem berilganiga qancha bo'ldi bularga? Ertalab berilganmi? Yarim soat bo'ldi. Yarim soat bo'ldi. Shu yeb tugatishib yuboradimi kechgacha buni? Kechgacha yeb tugatishib yuboradi. Rejimi qanaqa? 2 mahalli rejim? 2 mahalli rejim. Albatta isitma berilmaydi, suv faqat. Suv beriladi. O'zi ko'pchilik hali bir xil joylarda oldin shunaqa ediki, 3 mahallaman berilaverardi, o'tin bor ekan deb tashlaverardi, hazm bo'lmasdan isrof bo'lib, mol ham o'g'ranmas edi, yem ham isrof bo'lib ketardi. Hozir odamlarning anchalik tushunchasi o'zgarib, boqishni ham hali mutaxassis bo'lib ketdi. O'zimizda ham xudoga shukr. Mana shvedimiz ham yuvoshidan ekan, to'qoli. Buni shoqi tug'mami o'zi? Buni shoqi tug'ma. Ha, tug'ma kalta shoq ekanda. Buni yaqinlardan ko'rsatingda necha kilo chiqadi, mana obunachilar kommentariyada yozib ketinglarchi, mana shu buqamiz. Men chamamda shu 500 don berida bo'lsa kerak.
500 dan o'tadi. 500 dan o'tadi. 560 chiqadi. 500 dan o'tadi, xudo xolasa. Endi bularga nima berilyapti? O'shanisini bir ko'rsak bo'ladimi? Nima berilayotgan? Mana bir yemlarini bir qator ko'raylikchi. Necha xil narsa berilyapti bularga? Yemlari 3 xil narsa berilyapti. Vitaminlari berilyapti. Yong'oq yeb qo'ymasin. Mashalarmi? Mana shularimiz Mana bu makka. yaqinlardan ko'rsating. Drabilkadan chiqqan. Ha, makka berilyapti, drabilka. Oddiy drabilkadan. Oddiy drabilkadan o'zimiz uyda chiqarib beramiz. Mardayi yo'q-a buning ichida? Yo'q, marda yo'q, makkani o'zi. Ha, mardayi bilan beryapmiz. Unaqa deganlarga bitta men eshitib qolgan ma'lumotim. Mardayi molni oshqozonida hazm bo'lmas ekan. Shunaqa narsa bor ekanda, mardayi bilan chiqarib berib yuborsa, hazm bo'lmas ekan, u molga kuchli zarar qilib qolishi mumkin ekan. O'shuning uchun mardayi bilan berayotgan akalar bir qator bir mutaxassislardan bir maslahat so'rab ko'ringlar. U bersa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu makkani nimadan chiqqan ekan? Drabilkadan chiqqan uni. Mana bu chepaymi, nima bu? Bu arpa. Ha, arpa ham drabilkadan chiqqan. Arpa ham drabilkadan chiqqan. Bu arpani kepayini ham bizda sotishadimi, sotishmaydimi? Arpani kepayini ham sotishadi. Aralashmasini ham sotishyapti hozir. Oddiy kepaydan ko'ra bu boshqacharoq bo'ladi. Ha, boshqacharoq ekan. Nimalari ham bor ekanda endi buni ichida. O't, ha bu arpa ustidagi hali nimasi bilan, po'chag'i bilan-da endi. Arpani endi hali yemxona, magazin nimalarda hozir sotishyapti-da. Qozog'iston nimalar yo'llar ochilib ketdi-yu, oldin arpa jicha o'zimizda qiyin edi, hozir bemalol ochilib ketdi. Bu arpamiz ekan. Mana raps shirot. Ha, shirot. Hozirgi kunda trendda bo'layotgan narsa desak ham bo'laveradi. Hozir mana o'zimizda endi kunjaralar jicha kunjaradan ko'ra arzonroq-a bu. Kunjaradan arzonroq, proteini baland. Proteini baland. Raps o'zi nimadan bo'ladi, bilmaysan bu nimadan bo'lishini? Yo'q. Raps shirot paxtadan bo'ladimi? Yo'q. O'zi boshqacha narsa. Bu o'zi raps addenli bu. Bu o'simlik. Yog'li, bu ham addenli o'zi addenli narsa bu ham. Yemga ekiladigan bir o'simlik ekanda, bo'lmasam menimcha. Yo'q, yoqqa ekilgan. Kim bilsa, obunachilar kommentariyada yozib ketinglar, bu raps shiroti o'zi asli kelib chiqishi nimadan kelib chiqqan, bu nimadan tayyorlanadi bu. Bu narsa misol men o'zim 5-6 yil oldin bu narsani nimaligini ham eshitmagan edim hamda to'g'risi. Endi hozir qayerga borsak, ko'p joylarda mana shunday raps shiroti bilan boqilyapti mollar. Kerak o'zi qo'yni ham boqishyapti, novvoslarni ham boqishyapti-da. Raps shiroti asli foydasi kuchli bo'layotganidan boqyapti. Foyda bermasa birov boqmaydi. Yog'dorligi, balandligi. Ha, yog'dorligi, balandligidan. Bulardan endi mana shu 3 xil narsa ekan. Somon endi mana. Ha, silusimiz tugab qolgan hisobiga. Ha. 2 kun bo'ldi, silus tugab qolgan hisobiga somonga aralashtirib beryapmiz. Somonga aralashtirib berilyapti. Qanchadan berilyapti bular endi? Bularda endi hozir 1 kunligini aytaveradi. 1 kunligini ayt. 1 kunligi 1,5 kilo raps shirot. 1,5 kilo raps shirot. Bitta molga endi. Bitta molga. 1 kilo makka, 1 kilo arpa. 1 kilo arpa. Shu o'pshi aralashtiriladi hammasi. Bitta tashlab beriladi. Bitta tashlab beriladi. Hozir endi bu nima hisobiga jicha ko'proq yeyapti, somon hisobiga. Ha, silus donli hisobiga jinday kamroq berilyapti. O'sha 1 yem kilo, 1 kilo. silus makkali hisobiga, bu makka bilan arpani jinday kamroq beradi. Hozir endi somonda o'zili hisobiga. Ha. Ikkalasini bir kuniga bitta molga 4,5 kilo uchovsidan. Hozir mana yerda men yalama tuz ko'rmayapman. Tuz qo'shib beramiz. Tuz qo'shib beriladi. Tuz qo'shib beramiz. Chaynak soda qo'shib beramiz. Keyin vitamin, vilofos qo'shib beramiz. Ha, vilofos vitaminning ichida endi o'zi deyarli hamma yo'q bor buning ichida. O'zi aslida vilofos berayotgan bo'lsangiz, men eshitishimcha chaynak sodani qo'shmasa ham bo'laveradi deb eshitdim. Chaynak soda buning ichida ham bor deyishdi. Endi men sostavini jali o'rganib chiqqanim yo'q, xudo xolasa. Buni ham o'rganib chiqqan. Rapsimiz Qozog'istonnikimi? Raps Qozog'istonniki, koplarida turibdi. Yozib ham qo'yibdi. Mana hozir yo'llar ochilib, raps shirot yemlar turi ko'paysa, chorvadorlarimiz boqishi oson bo'ladi-da, osonlashib, yengillashsa, go'sht narxi tushadi, xalqimiz ko'proq hali go'sht mahsulotlarini olishga imkoniyatlar ko'payadi, xudo xolasa. O'tib orqa tarafidan ham bir ko'rsating-da, buqalarimizni bu
do'mbalaq bo'lib ketibdi. Orqasidan biz o'zimiz ko'rdik, endi hali obunachilarimiz ham ko'rsa qanaqa rezultat bo'lganini biladi-da. Ashta qo'ylarimiz ham kecha olib kelingan bozordan. Kecha bozorda ko'rdik. Kanalimizga o'tsalaring, savdo qilinayotgan joyini ham video qilganmiz, shu joyini. Somon ham drabilkadan chiqarilgan. Somon ham drabilkadan chiqarilgan. Endi mana hurmatli obunachilar, mana shu ikkovi buqani ko'rsatingda mana bu qorasi, bu olasi. Mashini qanchadan olib kelingan paytda? Bularni 6 oy oldin mana shu olamiz qanchaga olib kelingan? 26 millionga olinganda. 26 million. Bu qorasi-chi, shvetimiz. Qorasini aniq javobini to'shnisi emas, 25 millionlarga olingan. 25 million 500 600 ming plyus minus. 100 ming aqaba plyus minusi bor. Oma bular o'zgacha bo'lib ketibdi, yiltirab ketibdi. Bular bu mollar hozir hali syomka uchun tayyorgarlik ko'rilmagan, boshqa qilmagan. Biz shunday kelib oldik. O'zi bir mollaringizni bir qator obunachilarimizga ko'rsataylik deb iltimos qilib aytdik. Kelaverasizlar dedi. Biz hozir dabdurustdan kelgan holatimiz. Bularda agar tayyorlab, atbazini qashib, yiltiratsangiz bu buqalar trendga chiqadigan buqalar bo'lib ketdi, xudo xolasa. Mana shu buqamizni mana kommentariyada yozib ketinglar, olamiz. Necha kilo chiqadi? Biz ko'zimizga bir 800 tevasida ko'rinyapti, xudo xolasa. Turishlarini qarang. Bu gibrid ekanda, mana shu Mickey Mouse semental gibrid shekilli. Qarang, mana bu bo'yin qismi qora ola, arqa sementalni beryapti-da. Sariq ola. Ha, sariq ola. Semental Mickey Mouse yo'lishda ham 3 xil qon aralashib turib, mana shunaqa hali mitis deydi-yu, mitis paydo bo'lgan ekanda, xudo xolasa. Alloh barakasini bersin. Zo'r boqib qo'yilibdi. Buqalarimiz o'ta go'zal. 7 dona mana iloyim har bitta ishqibozlarga mana shunaqa qilib boqish nasib qilsin. Kamida. Kamida 7 ta, bo'lmasa 70 ta deydi. Gerefortimizni qarang mana turishini. Gerefort ham tinig'idan ekan, birkalari bilan turibdi mana ularni. Bu qayerdan olingan? Bu ham bozordan olingan? Bu ham bozordan olingan. Bu ham ashlar bilan bir xil kelgan, ha? Hammasi bir xil kelgan. Yeyishi qanaqa ekan mana shu Gerefort? Yeyishi yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi yeydi. Bulardan ko'ra nafsi ochmas ekanmi deyman-da, yo bir xilda bir xilda yeyapti, bir xilda tashlab bering, bir xilda yeyapti. Endi Islomjon mana o'zingiz boqib yuribsiz molni. Anchadan beri boqasiz-da, buni yaxshi bilamiz. Mana u zotli mollar hozir trendga chiqib, juda qimmat. Misol bozorlarda shvedlarimiz, o'zimiz jaydarlarga nisbatan qimmat u. Birinchi marta boqishlaringmi buni? Birinchi marta boqishimiz. Foydasini endi xudo xolasa buni tayyor qilib mana sotilsa, keyin endi bilinar ekan, xudo xolasa kommentariyada yozib ketinglar. O'zimizni jaydari boqqan yaxshimi yoki bunaqa zotlilarni boqqan yaxshimi? Men fikrimda misol to'g'ri zotli olish ratsionali o'ziga olishi tez, bularga nisbatan tez-u. O'shunga yarasha men ko'proq ham yesa kerak deb o'ylardim-da endi buni. Ammo bo'yinlarni qarang, bo'yinlar nima hali bo'y ber deydigan bor edi, o'shini bo'ynidan bo'lib ketdi. Qulog'ini sindirib olib, bu sekin bo'y ber deb chiqsa bo'laveradi-da u ham. Alloh barakasini bersin, Gerefortimizni qarang. Xudo xolasa biz ham mana shunaqasidan olib boqamiz endi bir. Xudo xolasa. Har xil qilib, bitta Gerefort, bitta Angus, semental qilib hammasidan terib turib, ashnaqalardan bitta boqib turib, har bittasini ratsionini bir xilda yozib borib, qancha vaqt ichida qancha o'zgardi, shu obunachilarimizga manfaatli bo'lsin degan holatda bir rezultatni bir 6 oy vaqtimiz ketsa ham, 6 oy, 7 oy ketsa ham bitta rezultat ko'rsatib berish niyatimiz bor. Hozir bitta shved boqayapman o'zim. Shved boqayapman, o'zim ko'proq qo'yga qiziqib nima qilaman? Shvedni boqib turib, bitta ko'raychi deyapman rezultat. Har bitta nimasini yozib yuribman. Kanalimizga ham videosini qo'yganman. Kuzatib borsalar ham shunaqa manfaatli odamlarga kerakli ma'lumotlar chiqarib, qiziqarli ma'lumotlar chiqarib, sizlarga ulashib borishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmasdan kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like deb bosib, kuzatib borsalar, bundan-da chiroyli, bundan-da go'zallaridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Islomjon, sizga ham katta rahmat. Xudo aka, xudo xolasa. Alloh chorvangizga baraka bersin. Iloyim aka.